Leishmaniyoz odam va hayvonlarda uchraydigan xavfli kasallikdir. Kasallik odamga faqatgina moskit chivillari chaqishi orqali yuqadi. Moskitlar infeksiyani kasallangan odam, it va turli yovvoyi hayvonlardan yuqtirib oladi. Leishmaniyoz tashuvchilari och sariq yoki jigar rangli mayda qon suruvchi moskitlardir. Ularning uchishi ovozsiz va qisqa masofali. Zararlanish mavsumi yoz, kasallanish esa asosan kuz va bahor oylariga to'g'ri keladi. Leishmaniyoz turlari. Leishmaniyozlar viseral leishmaniyoz eng xavfli turi hisoblanadi. Davolanmasa o'limga olib kelishi mumkin. Bemor kuchli holsizlik, to'lqinli isitma va kamqonlikdan azoblanadi. Kasallikning oldini olish uchun moskitlarga qarshi dezinfeksiya ishlarini olib borish lozim. Uy va uy atrofini toza saqlash, maxsus repellentlardan foydalanish, maxsus to'rlardan foydalanish, kechqurun uzun kiyimlar kiyish lozim. Eslab qoling, leishmaniyozga qarshi vaksina mavjud emas. Shuning uchun eng yaxshi himoya bu profilaktika.